Faol hayotga qadam dasturi haqida eshitdingizmi? Keling, ushbu mavzu haqida sizga gapirib beraman. Bu dastur doirasida 5 turdagi ijtimoiy xizmatlar taqdim etiladi. Bular uy ishlarida yordam berish, dori, oziq-ovqat olib kelish, hamrohlik qilish va o'rgatish, uyda qarov, ovqatlantirish, gigiyenik parvarishlash, mustaqil hayotga tarbiyalash va psixologik yordam berish, reabilitatsiya, sog'liqni tiklash, kasalliklarni oldini olish, shifokor belgilangan mashqlar va oilani parvarishlashni o'rgatish, kunduzgi qarov, parvarish, ovqat bilan ta'minlash, tyutorlik va transport xizmati, shaxsiy yordamchi, ta'lim va ishda hamrohlik qilish, hujjatlar, surdo tarjimon va brail bo'yicha ko'mak va sharoitlarni moslashtirishdan iborat. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, yolg'iz yashasangiz va doimiy qarov sizga kerak bo'lsa, kam ta'minlangan oilalar reyestrida ro'yxatga olingan bo'lsangiz, bolalar nafaqasi va moddiy yordam olayotgan bo'lsangiz, ushbu xizmatlar sizga taqdim etiladi. Bu xizmatlardan foydalanish bepul emas, lekin siz vaucher orqali ushbu xizmatlardan katta chegirma bilan foydalanishingiz mumkin. Vaucher olish uchun Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga borishingiz yoki MyGov portali orqali yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali onlayn murojaat qilishingiz mumkin.